Bo'yingiz necha? Dadasi bo'yingiz necha? Bo'yim 1.74. Ha, bo'yingiz baland ekan. Bosing. Bo'yi balandda bunisi ham baland bo'ladi. Gulixon endi o'zingizga kelyapti. Bir soat hangama qiling, oldin menga ishonasiz. Endi sizga sekin tushuntiryapman-da, men qog'ozga o'raman. Yangi hayot aka, otingiz nima, basharingizga ismingiz nima sizni? Hayotbek. Ko'rgan hayotingga skiydi o'ring. Hayotbek umringizga ham, yashagan hayotingizga ham ammam sizni anaqa 5 ga 1 urgisi kelib qolsa, mana shu yotgan joyingizda urib olaverasizmi? Yo, 5 ga 1da endi sizga o'sh qilgan opalar bor, olib kelaman, tars uradi. O qo'l bilan urish bo'lmaydi bu. Bo'lmaydi. Opalarning o'zi bormi? Ha, o'zlari bor. Men uyga olib kelishim shart emas, boraman. O'zlarining joyi bo'ladi. Aka o'tiring deydi, o'tiraman. Tars uradi, qaytib kelmang deydi. Qo'lini bunday qiladi. Qo'llar shilinib ketgan biladi. Nimaga? Shu uchun endi menga qarang, soatlab urib turishni o'zi bo'lmaydi-da. Aytyapman sizga bir soat deb. Bir soat. Omalik yomon solasiz ekan, meditsina ham ojiz u, 50 minut solasiz ekan. Ishni. Gulime yozganini o'qiyapman, ikkita gul beringlar. Ikkita gul. Ming bora Gulixon. Ming bora eshitgandan ko'ra Olimjon og'am meni. Rahmat. Ming bora eshitgandan ko'ra bir bora ko'rganing ma'qul deydi-da Gulixon. Rostdan Beli Panter aka salom. Siznikini ko'rayman. Nima qilay? 4 yil bo'ldi TikTokga kirganimga. Eshiting. Hayotingizga ski aka, eshiting naxoy. 50 minut siksangiz ham meni eshiting. Eshityapman. Qo'limni ko'ksimga qo'yib eshityapman sizdek insonlar. Ha, men 4 yil bo'ldi. 4 yildan ham o'tib ketdi TikTokga kirganimga. Hali birortasi bilan ko'rishib sikishmaganman. Men sizga nimani sizga bermoqchiman. Men bormoqchiman siz oldingizga. O sizni basharingiz bu immun 34 kilo ekansiz. Amizga kirib ketgansiz. Prosta 50 minutda kasat qilgani boraman sizga. 34 kilo emas, 34 kilo-yu. 34 kilo menimcha 300 gram bor. 300 grammingiz naxoy kiyim kechangizga chiqib ketadi, basharingizga. 34 kilo 400 gram